Hop ustoz, siz qilib turasizmi? Men hozir 1 minutda opam degan yoqqa bora qolay, xo'p? Aha. Betini eshitib turamanda, keyin 1 minut aytaman. Mhm. Noshligimni topmayapman-chi. Okay, so bu yerda bizda aytilyaptiki, scientists refer to the timing of such life cycle as phenology. So when an animal or plant starts to do something earlier in the year, ya'ni hayvonlar biror bir ish qilishni ertaroq boshlashar ekan, then it usually does. Endi bizda bu yerda uh, this timing deb bundan oldingi gapga refer qilyapti. Ya'ni mana bu so degan joyi bizga definition emas. Definitioni undan tepada berilgan. Ya'ni mana bu joyda. Tak, let me change the color. So, one of the main ways in which species are ensuring conditions suit them is by changing the time of year at which they are active and reproduce. Ya'ni bu specieslar hop conditionslarga qarab turar ekan, ya'ni regulate qilib turadi u conditionslarni o'ziga moslashtirgan holatda. Har xil yilda har xilcha conditionsga moslashar ekan. At which they are active and reproduce, va o'sha vaqtda ular reproduce qilishar ekan. So, endi javobiga qaraydigan bo'lsak, bu narsa bizda savolda aytilyapti o'zi lokatsiyasini o'zgartira oladi deyilyapti, lekin bizada passageda lokatsiyasini emas, balkim o'sha narsaga u faqatgina moslashadi deyapti. Ya'ni lokatsiyani o'zgartira olish qobiliyatiga yo'q. U vaqtda u faqat o'zini moslashtira oladi, lokatsiyani emas. That's why answer for the third one is false. To'rtinchisi bizada aytilishi bo'yicha, hop, ba'zi specieslarda hayot shakli kamroq degan narsa aytilyapti springda. So, endi buni javobi bizda qayerda berilyapti? Spring temperature haqida mana bu joyda gap ketgan. Demak, endi shu joyni o'qiymiz. In Britain, as the average spring temperature has increased by roughly shuncha over the past 20 years, species have advanced by between 3 days and a week on average to keep in line with cooler temperatures deyilyapti. Ya'ni Britaniyada spring temperature oxirgi yillikda har 20 yillikda 0,5% percentajga oshyapti va specieslar advance qilyapti. Advance bu bizda positive word. Ya'ni negativ so'z emas, bu rivojlanyapti degani. Ya'ni ular 3 kundan 1 haftagacha yashashar ekan butterflylar. Endi bu nima degani? Bu yerda aytilishi bo'yicha savolimizda kamaytiradi hayot shaklini deyapti. Ya'ni kamroq yashaydi spring temperature'da degan narsa aytilyapti savolda. Lekin variantimizda bizda faqatgina advanced qilgan deyapti. Aytishingiz mumkin bu narsa false ku deyishingiz mumkin. Lekin bu bizda false emas. Sababi not given bo'ladi. Sababi bizda faqatgina hozirgi kunda advanced holati 3 days bilan week da yashash aytilyapti. Lekin bu oldin qanaqa yashagan? Bizda u narsa berilmagan. That's why it's not given. Ya'ni taqqoslanish yo'q bizda. Beshinchisi, there is a clear reason for the adaptations. Hop, aniq sababi bor nimaga bu o'sha climate change'ga ta'sirini aniq sababi bor degan narsa berilyapti. So, again, let's take a close look at this next one. Hop, is this a sign that butterflies are well equipped to cope with climate change? Climate change'ga umuman, ya'ni yaxshi moslasha olayotganiga sababi bu belgimi deyapti. Ya'ni savol tariqasida beryapti. Or are these populations under stress, being dragged along unwillingly by the unnaturally fast changes? The answer is still unknown deyilyapti. Tekst yozilishi bo'yicha bu savollarga javoblar haligacha noaniq. Tekst savolda aytilyaptiki, aniq sababi bor deyilyapti. So, biz ayta olamizki, bu savollar javobi false. Chunki javobi bizga aniq emas. It's unclear.
yoki unknown. Keyingisi. The data is used in the study was taken from the work amateur butterflylar tomonidan, ya'ni havaskor o'rganuvchilar tomonidan ma'lumot olingan deyilyapti. Keyingi paragrafni o'qib qo'yamiz. O'zi oxirgisi bu bizda. Tak. Hop. First, the researchers pulled together data from millions of records that had been submitted by butterfly enthusiasts. Shuni o'zi bizga yetadi. Endi agar enthusiast degan so'zni tarjimasini bilmasak davomini o'qib qo'yamiz, chunki bu definition bo'lib ishlagan. Lekin enthusiastni biz bilamizki, bu havaskorlar degan ma'noda keladi. Ya'ni researcherlar bir qancha ma'lumotlar olishgan, aynan butterfly enthusiastlari, ya'ni butterflyga qiziquvchilar. Bu degani bizda amateurs. Amateurlar tomonidan to'plangan ma'lumotlarni foydalanishgan ekan researcherlar. So, the answer for the sixth question will be true. Chunki u kimdan olingan? Aynan entusiastlar tomonidan olingan ekan. That's why it's true. Okay. So, qolgan testimizga menimcha ulgurmasak kerak. O'zi bitta qoldi. Bu homeworkingiz bo'ladi. Hop, endi map listeningga o'tsak, chunki bugungi yangi o'tgan mavzuyimiz shu. O'shani practice qilishimiz kerak. So, let me put the audio track. Try to listen and try to find the words. So, just a second. You will hear a talk to members of the public about Okay. So, endi hozir bu yerda qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim ish bu boya aytganimizdek, predict qilishimiz kerak. Ya'ni nima deb aytishi mumkin? Har bitta narsani, har bitta harfi predict qilishimiz kerak. Bizning kiradigan joyimiz har xil kirish joylari bor ekan. West entrance. Tak. West entrance bor. Keyin south entrance bor. Bo'ldi, shularni bilib olishimiz kerak ekan. Qayerdan kirayotganini. Xo'p, mana bular bizda housinglar, kvadratda turganlari. Undan keyin bor joylar bizda housing for elderly, apartment blocks va yo'llarni topib olishimiz kerak. Tak, London Road West entrance tarafda, South entrance tarafda main roaddan kirarkanmiz va chiqib ketish joyi Dunstan ekan. O'rtada tepada va taraflaridan qarabmiz. North, west, east, south qilib. Hop. Demak, birinchi bo'lib H harfidan boshlasak nima deb aytish mumkin? H harfi deylik, south entrance-dan kirganimizda Dunstan tarafga ketayotgan vaqtda faqat aytamiz misol uchun. Dunstanga chiqib ketmay, balkim tepaga ko'tariling, ikkita yo'l ajratilgan vaqtda, curving bo'lgan vaqtda tepaga ko'tariling deydi va burchagida H bor deydi. It's in the corner deb aytib ketishi mumkin. Yoki de west corner, south west corner deyishim mumkin. West corner. Keyingisi. F'da endi bizda daraxtlarda, o'sha daraxtlarni bu yoq tarafida yo'lni bu yoq taraf, narigi tarafida, ya'ni along the way deb aytib ketish mumkin bizda. İngilizcesini along the way. Along the way. Yo'ldan olis tarafda. Okay. Yo'lni bu yoq tarafda. Yoki opposite the trees deyishim mumkin. Opposite the trees. Keyingisi. C'da endi e'tibor beramiz. F bilan C va H hammasi daraxtning atrofida. Bittasi daraxt pastida, south tarafida yoki Dunstan tarafida, ikkinchisi C, ya'ni teparog'ida, north tarafda deb aytib ketish mumkin. Va e'tibor bering, C bilan H ga chalg'ib ketish bo'lishi mumkin, chalg'ib ketishingiz mumkin, chunki ikkalasi ham yo'l qayrilgan joyda. Misol, men H ham yo'l qayrilgan joyda, C ham yo'l qayrilgan joyda. Shunaqa ekan. North west bilan chotvoradi. Yoki roadlar bilan, London Road